Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Musulmon, nasroniy va yahudiylarni birga o'qitadigan dargoh. Hijobli sportchilar uchun yangi moda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Kaliforniya shtatida diniy totuvlikni madh etuvchi ilk oliygoh o'z eshigini ochdi. Claremont Lincoln universiteti nasroniy, musulmon va yahudiy tashkilotlarining qo'shma loyihasi. Uchala yirik din vakillarini birgalikda o'qitadi. Claremont Lincoln universiteti turli konfessiyalarni jamlagan akademik dargoh. Diniy ta'limot bobida o'ziga xos yangi model. Talabalar bu yerda dinshunoslik, xususan islomshunoslik bo'yicha magistrlik diplomini qo'lga kiritishi mumkin. Universitetga asos solgan tashkilotlar bu Claremont ilohiyot maktabi, Kaliforniya yahudiylar diniy akademiyasi va Kaliforniya janubidagi islomiy markazdir. Ularning biriga qatnagan bo'lsangiz, boshqalarida ham bemalol dars olishingiz mumkin. Islomiy maktab endigina ish boshlayapti. Imomlarni tayyorlaydigan dasturga kelasi yildan yozilsa bo'ladi. David Lincoln, Claremont Lincoln oliygohining boshqaruv kengashi raisi, rafiqasi bilan birgalikda loyiha amalga oshishi uchun $50 million hadya qildi. Turli dinlar bir-biriga adovat ko'zi bilan qaramasdan tinchlikni targ'ib qilish kerak. Bugungi zamonda shuning aksi bo'lyapti. Muammolarga yechim bilan chiqish o'rniga bir-birimizga tosh otish bilan mashg'ulmiz deydi u. Jerry Campbell, Claremont ilohiyot maktabi prezidenti. Yangi o'quv dasturi Amerikani xavfdan asrashga yordam beradi, erkinlik va demokratiyani mustahkamlaydi deydi u. Qo'shnilar bir-biri bilan kelisha olmagan mahallada tinchlik bo'ladimi? Xilma-xillik bu jamiyatning negizi axir. Jihod Turk, Janubiy Kaliforniya islom markazining diniy masalalar bo'yicha direktori. Yangi loyiha ayniqsa amerikalik musulmonlar manfaati uchun xizmat qiladi degan fikrda. It will demonstrate to the world that the United States is not on a war. Dunyo hamjamiyatiga namoyish etyapmizki, Qo'shma Shtatlar musulmon dunyosi yoki islom diniga qarshi kurash olib borayotgani yo'q. Ham xususiy sektor, ham hukumat quvvatlovi shundan darak berib turibdi. Jamoamiz tinchlik va hamjihatlikni qadrlaydi. The ever-changing world filled with uncertainty. Universitet ochilish marosimida Ibrohim Rasul, Janubiy Afrikaning AQShdagi elchisi so'zga chiqdi. Ekstremizm va fundamentalizmning davosi diniy birdamlik deydi diplomat mehmonlarga murojaatida. Alloh nomidan gapirayotganini da'vo qiladiganlar har yerda topiladi. Mo'tadil musulmonlar tashabbusni qo'lga olishi kerak. Fundamentalizm tarafdorlari qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Claremont Lincoln universiteti endi ish boshlar ekan, dunyodagi jamiki e'tiqodlar uchun ochiq. Sal avval Jainshunoslik xalqaro maktabi bilan hamkorlik borasida bitim imzolandi. Studentlar almashinuv dasturlari va seminarlarda ishtirok etadi. Jainlar Hindistondagi kastalardan biri. Jerry Campbellning aytishicha, Claremont Lincoln universiteti ayni paytda bahaylar bilan ham hamkorlik to'g'risida gaplashmoqda. Maqsad turli konfessiyalarni birlashtirib, din, mehr-muruvvat, hamdardlik va tinchlik manbai ekanini targ'ib etish. Mona Liza Nurmuhammadiy, Shohrux Hamro, Amerika ovozi televideniyasi.